bugun biz sizlar bilan birgalikda Pythonning eng qiziqarli mavzularidan bo'lgan shart operatorlar mavzusi bilan tanishamiz. Bizda boolean type'ini o'tgan edik. Bizda print boolean type'ni ko'rib olamiz birinchi navbatda. Boolean null bu false qiymat qaytaradi. Boolean 1 bizda true qiymat qaytaradi. 0 va 1 haqiqiy sonlarga 0 va 1 ga teng. Keyin yana boshqa o'zgaruvchilar ko'ramiz birgalikda. Boolean bo'sh string type'dagilar ham false qiymat qaytaradi, chunki ichida bo'sh bo'lgani uchun. Ko'rib turganingizdek, agar string ichida hello yozuv agar xohlagan hello yo boshqa so'zlar yozgan taqdiringizda ham true qiymat qaytaradi, ichi bo'sh bo'lmagani uchun. Endi keling shart operatorini o'tamiz. 42 teng 42 bo'lganda aynan teng ikkita teng ifodasidan foydalanamiz. Bunda biz true qiymatni qaytaradi. 42 42 ga tengmi deb. Yaxshi, true qiymat qaytaradi. 10 katta 10 9 dan kattami? Bunda true qiymat qaytargani uchun true qiymat qaytaradi. Keyin yana ko'ramiz. 21 katta yoki teng 21 dan. 21 teng bo'lgani uchun katta yoki teng belgisi bo'ladi. Bunda 21 katta yoki teng bo'lgan hamma qiymatlar true qiymat qaytaradi. Yaxshi, keyin endi 7 5 dan kichkinami degan savolga. Yo'q, bunda false qiymat qaytaradi. 100 200 dan kichik yoki teng. Kichik yoki teng. Kichik bo'lgani uchun true qiymat qaytaradi bizda. Keyin yosh degan o'zgaruvchi ochib olamiz. Bunga biz foydalanuvchidan yoshini so'rab olamiz. Endi yoshingiz kiriting. Biz bunda maktab borish yo bormasligini aniqlab olamiz. If shart operatorlarida ikkita if yoki else dan foydalanamiz biz. Yosh agar 7 yoshdan kichkina bo'lsa, bu maktabga bormaydi. Siz maktabga bormaysiz. Mazza, yaxshi, else qiymatda afsusdaman, siz maktabga borasiz. Keyin ishlatib ko'ramiz. Foydalanuvchidan yoshini so'raymiz. Uzr, mutaxassis belgisi qolib ketdi. Keyin foydalanuvchidan yoshini kiritishni so'raymiz. 12. Int bilan so'raymiz. Kichikroq raqam kiritib ko'rishga harakat qilamiz. 7 yoshdan kichik raqam. 3 yoshlik boladan maktab yo'q. Biz shartimizga yana ko'proq shart qo'shishimiz uchun Pythonda elif degan shart operatori bor. Elif bunda if bajarilmaganda elif shart bajariladi. Agar yosh 18 dan katta yoki teng bo'lsa, 18 dan katta deylik. 18 yosh ham maktab yoshi. 18 dan katta bo'lsa, 8 dan katta bo'lsa print siz maktabdan qutulgansiz. Ura! Keling, ishlatib ko'ramiz birgalikda. Print masalan 19 yosh deylik. Siz maktabdan qutulgansiz, ko'rdingizmi? If, elif, else. If shart bajariladi birinchi, keyin elifga tekshiradi va keyin else. Sizga bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa,